Ko'prikli kran bilan yuk ko'tarish ishlarida quyidagi 5 qoidaga albatta amal qiling. Birinchisi, kranni boshqarishda amal qilinadigan qoidalardir. Mahsulotni ko'tarish vaqtida old tomonga e'tibor bermasangiz, mahsulot bilan to'qnashuv sodir bo'lishi mumkin. Kranni boshqaruvchi ishchi ish davomida mahsulot joylashuvini doim tekshirib turishi kerak. Ikkinchisi, yuk ko'tarish vaqtida transport ustida kutish natijasida yuz beradigan hodisadir. Mahsulot yuklanishidan oldin transport ustida kutish to'qnashuv yoki yiqilish hodisasiga olib kelishi mumkin. Mahsulot ko'tarilib yuklanmaguncha ishni yerda bajaring. Uchinchisi, zinapoya yoki narvonda sirpanib yiqilish hodisasidir. Zinapoyadan oldinga qarab tushish sirpanib yiqilishga olib kelishi mumkin. Zinapoya va narvondan har doim 2 kishi bo'lib foydalaning va orqaga qarab tushing. To'rtinchisi, balandlikda ishlash paytida yiqilish hodisasidir. Xavfsizlik ilgagi taqilmagan holda balandlikda ishlasangiz, yiqilish hodisasi yuz berishi mumkin. Balandlikda ishlaganda ish tugaguncha xavfsizlik ilgagi taqilgan holatda bo'lishi kerak. Beshinchisi, mahsulot harakatlanayotganda qisilib qolish hodisasidir. Yuklangan mahsulotlar orasida ishlash qisilib qolish hodisasiga olib kelishi mumkin. Yuk ko'tarish vaqtida mahsulotlar orasiga kirmang va doim xavfsiz masofani saqlang.